300 dollarni slif qilib musofir yurtda pulsiz qolib ketganman. Abdurahmon aka birinchi 100 dollar depozit tashlaganman-da, eslayman, trading endi kirib kelib, broker nimaligini ham uncha bilmasdan shoshganman-da. Sohani uje boshlayotganimda xatoga yo'l qo'yganman. Birinchi onam menga 100 dollar berganida eslayman, shu 100 dollarni bir haftada 1400 dollarga olib chiqqanman. Shu 1400 dollarga olib chiqqanimda birinchi 1000 dollarimni qilgan paytimda 14 yosh edim. Endi bir haftada 1400 dollar qildimmi, bu degani sal kattaroq kapital bilan men bir haftaga 10 ming ham, 100 ming ham, million ham qo'raman. O'zi men sohamni topdim, bo'ldi, duvorganman o'zimga. Shunaqa bitta euforiya bo'lgan. Va keyin u 1400 dollardan 250 dollarni yechishga ulgurib qolganman. Onamni tug'ilgan kunlar edi, o'shalarga sovg'a berib yuborganman. Va qolgan balansni o'zi kichkina qilib, paftor mana 100 dollar tashab, slif qilib, 100 dollar tashab, slif qilib, shunaqa qilib butun summani slif qilib yuborganman. Keyin oxiri 300 dollar o'zim yonimda pulim bor edi. Endi bir marta ko'targaningizdan keyin sizga yana ko'taraman deysiz, to'g'rimi? Bir marta ko'tardingiz, bir marta uje uni oddiy qilib aytganda uni kayfini siz bildingiz-da. Kayfini bilganingizdan keyin siz yana ko'taraman deb o'sha oxirgi pulimni ham bor vujudimni shundoq qo'yganman. 300 dollar slif qilib musofir yurtda o'sha yerda o'qib yurardim, pulsiz qolib ketganman. O'sha paytda olgan xulosam tradingga вообще agar orqangizda qanaqadir zapas pulingiz bo'lmasa, umuman butun o'zingizga kapitalingizni olib tiqish kerak emas, chunki u slif bo'lib ketsa, umuman pulsiz qolishingiz hech gap emas. Ikkinchisi bu bozor berganda olib qolish. Bozor bir marta beradi ham, bir marta oladi ham. Bozor bir xil payt juda yaxshi beradi, bir xil payt juda yomon ham sizdan olishi mumkin. Shunga tayyor turish kerak.